Qizlarjonlar, mana buni hamma biladi. Qalampir munchoq deydi. Hidi ham bor buni. Buni 2 qoshiq, kichkina qoshiqchaga 200 gram suvga solib, 15 minut qaynatib, iligandan keyin men mana bunaqa idishga solib oldim. Kak yuzlaringni ertalab, kechga mana bu bilan artib tozalasalaring poralarni yuzni tiniq qilar ekan. Men qilyapman, o'zimga sezilyapti. Sizlar ham qilib ko'ringlar, yaxshi narsa. Keyin men 200 gram bokalga solib ham ichyapman. Bu ichki organizmlar uchun, sog'lik uchun kerakli narsa ekan. Sizlar ham bir qilib ko'ringlar, lekin achchiq bo'lar ekan. Men ichishni boshlaganman. Uyquni yaxshi qiladi. Stressdan, shunaqa nimalardan chiqarar ekan. Mana bu yuz uchun ertalabki, kechqurungi tozalab artib olasizlar.